Endi skuterlaringizni, muraviylaringizni akkumulyatorini 1-2 yilda almashtirishning hojati yo'q. Sababi endi bizda eng oxirgi avlod akkumulyatorlari, litiy железо fosfatli akkumulyatorlar keldi. Bularni oddiy geliviy akkumulyatorga qaraganda umri 5-10 yil ko'p bo'ladi. Bundan buyon 1-2 yilda almashtirish degan gap yo'q. Xohlaganingizcha ishlataverasiz. Bemalol 5-10-20 yilgacha hazatbay deysiz endi. Akkumulyatorning zaryadi tashlab berdi degan gap, zaryadi tutmay qoldi degan gap, buning gaplar yo'q endi. Yana ko'rib turganingizdek, o'zlarimiz yasagan elektrovelosiped desam bo'ladi shuni. Shuna enang litiyli akkumulyator ko'p qo'yibmiz. Buni hammasini o'zimiz yasab qo'yibmiz enang. Enang haydashi, yurishi. Kimga shuningdek sifatli litiy железо fosfatli akkumulyatorlar kerak bo'lsa, bemalol SD Energy'ga murojaat qilaverasizlar. Bu videoni Muraviy skuterining akkumulyatori 1-2 yilda o'lib qoladigan donishlaringizga yuvarib qo'yinglar.